刚回来的时候， Ana hozir Xitoyda zavodda yuribmiz. 我们这种边角是内置边角。 Ishlamiz. 他说的另外一个对，就是说轮边角不机构。他说的另外一个大的可能， O'zimiz traktor zavoddamiz. 那个车身是亚洲，是吧？第三国。 Odamlar bartovoy degan narsaga javoblanadi. Xo'p, bartovoy reduktorda vazifasi mana oddiy mana xo'p 加上我跟你讲，那个 reduktordan reduktorga o'tkazish. Xuddi shu narsa bartovoy reduktorning ichida bo'ladi. 所以 Shu narsa. 那个 Mana mana shu ichki bartovoy reduktor hisoblanadi. 我到过，咱们棚在这儿，出个埃塞俄比亚1000台。 Mana ichida juda katta bartovoy reduktor. Bartovoy reduktor xuddi shu bartovoy ichki bartovoy. Yana tashqi bartovoy bo'ladi. Ularni xo'p mana bu reduktori tashqarida joylashgan bo'ladi. 机械的调好了，固定好，并不是说让面子固定好它，我真的是那种的话，我给你发几个照片。啊。